Zo'r ko'ryapsiz. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Qiynalmayapsizmi? Siz opangizga donor bo'luvdingiz-a? Qanday ahvol? Yaxshimi? Ancha yaxshimi? Ko'z tegmasin, zo'rsiz. Xudo xolasa ertaga palataga. Bugun. Bugun o'zida, xudo xolasa. Ana aka, xudo kechadan oldin kuni bo'ldi operatsiyasi. Kechadan oldin kuni operatsiyalar bo'lgan. Siz opangizga donorlik qilgansiz. Juma kuni qilasiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Gap yo'q. Xursandman. Yaxshimisiz axir? Momo yo'qmi? Yashang. Alaykum, opa qalaysiz? Yaxshi. Yaxshimisiz? Qiyinchilik yo'qmi? Bugun 4-kun. 4-kun opada? 4-kun. Ularning tibbiyot sohasi birinchida degan gapni eshitganman. O'sha gapda qolganman, qolaman. Bari zo'r qaraydi. Zo'rmikan? Bu odamlar zo'r qaraydi. Xijolat tutmaylardi. Bo'ldi yotaman desam, kelib yuvib turib, tishlarimgacha yuvib, sochlarimni tarab, akkuratni qilib, chiroyligina qilib yotqizib ketaman. Ko'nglingiz to'ldimi? Bularga gap yo'q ekan. Gap yo'q. Sizdan ham xursandmiz. O'zimiz farishimon deb turadi. Bularning muhokamasini ko'rib bir odam o'qigisi kelib ketdi qaytadan. O'zim tibbiyot sohani yaxshi ko'raman-da, hamshira bo'lib ishladim, mazam bo'lmagandan keyin tayyorlab qo'ydim. Bularni ko'rib yana ishga qaytib ketib qoldim. Alloh inshaalloh. Qo'llariga baraka bersin, oilalariga tinchlik bersin. Shifokorimizga ham katta hammasi. Kelganingizda bir haftadan keyin operatsiya bo'ldingizmi, cho'zilib ketdimi? Yo'q, kelganimizda juma kuni keldim, juma kuni operatsiyaga kirdim. O'tgan juma keldinglar, keyin juma kuni operatsiyaga kirdinglar. Mana bugun 4-kuningiz. Ha. Opingiz adashtirib yubordilar, ikkinchi kunda mana adashib ketdim. Bugun 4-kuningiz ekan. Operatsiya bo'lganligiga, demak bu 4-kun, bugun tong otgan. Yashang, umringiz uzoq bo'lsin, zo'rsiz. O'ynayotdimmi zalga? O'ynab kirib yotib olamiz. Ovqatlarni ham chiroyliyapmiz. Yashang. Siz endi ko'proq yurasiz. Kam-kamdan tez yeb turaverasiz. Undan muammo qilmang. Ishtaha ochadigan dorisi bor, o'shani bergan, keyin proteinga o'xshagan narsa beradi, u ham yediradi. Keyin ko'proq yuravering. Ovqat yedingizmi, ko'proq yuring. Turaman deng, o'zi bular xohlaydi, ko'proq yurishingizni xohlaydi. Walking siz yurg'izadi. O'zim desam yo'q dedi. Ushlab turadi, uni o'zingiz kuchingizga ishonmang, iltimos sizdan. Bularni ham gapiga kiring, xo'p? O'zingizni asrang, opa, zo'rsiz. Xursandman. Alloh shifo bersin. O'zbeklar ko'rib turganimizda xursand. Sog' bo'ling. Bu ko'rib turganinglar, Akash klinikasida reanimatsionniy bo'lim. Bemorimiz mana 4 kun oldin operatsiya bo'lganlar, holatlarini ko'rib turibsizlar. Bizdan kuzatishda davom etinglar, albatta izohlarni qoldiringlar. Kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, kasal bo'lmanglar.